Samarqandda o'smirlar, yoshlar va kattalar o'rtasida hapkido bo'yicha O'zbekiston chempionati hamda xalqaro festival bo'lib o'tdi. Unda respublikamizning eng kuchli hisoblangan 300 nafarga yaqin sportchisi g'oliblik uchun gilamda o'zaro kurash olib borishdi. Sport vazirligining ommaviy sport tadbirlari taqvim rejasiga kiritilgan Samarqanddagi mazkur nufuzli musobaqa hamda xalqaro festivalga qiziqish yuqoriligi bois Rossiya Federatsiyasi, Janubiy Koreya, Qozog'iston, Tojikiston, Isroil kabi davlatlardan tajribali sportchilar hamda ustoz murabbiylar tashrif buyurishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar O'zbekistonda ham hapkido sportini yanada rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganligini ta'kidlab, chempionat ishtirokchilariga omad tilashdi. Shuningdek, hapkidoni yanada ommalashtirish, kuchli sportchilarni tayyorlashga munosib hissa qo'shib kelayotgan ustoz murabbiylarga esdalik sovg'alari taqdim etildi. Musobaqada sportchilar ikki yo'nalish, ya'ni Hosensul ko'rgazmali chiqishlar hamda Kyorugi yakkakurash bellashuvlari bo'yicha bahslarga kirishdi. Har bir yosh va vazn toifasi bo'yicha ishtirokchilar g'alaba qozonish uchun bor iqtidorini namoyish etishdi. Hozirda Samarqand shahrida bo'layotgan O'zbekiston chempionatida 60 kg vazn toifasida ishtirok etmoqdaman. Bundan oldin ham 2 karra O'zbekiston chempioni bo'lganman. Bu chempionat uchun biz trenerimiz Jurat Baxtiyorovich Eshmurodov bilan juda ko'p mashg'ulotlar olib borganmiz. Hozirda Hoshimsul va xalqaro festivalda ham ishtirok etmoqdaman. Mamlakat chempionati doirasida hapkido bo'yicha xalqaro festival hamda o'quv yig'in mashg'ulotining tashkil etilishi, unda faxriy sportchilarning ishtiroki musobaqani yanada qiziqarli bo'lishini ta'minladi. Bu sportimizda yoshda chegarasi yo'q. 6 yoshdan 70 yoshga odam chiqishi mumkin. Bugun mana 6 yoshliklar ham 60-70 ga kirgan veteran sportchilarning qatnashib o'zini ko'rsatyapti. Biz ustozlar qo'limizdan kelgancha sportchilik tarbiya qilishga harakat qilamiz. E'tiborlisi, bu chempionat bellashuvi joriy yilning 23-29 oktyabr kunlari hapkido bo'yicha Janubiy Koreyada bo'lib o'tadigan jahon birinchiligiga saralash vazifasini o'tadi. Shunday qilib, yakuniy natijalarga ko'ra Toshkent viloyatidan Jansaya Qosimova, Ernar Buranov, Mansur Abdullayev, toshkentlik Lian Mark kabi hapkidochilar o'z vazn toifasida birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. G'oliblar diplom va medallar bilan taqdirlandi.